Hozir men qayerdaman? Zangata ziyoratgohida. Bu Allohning bayti. Men aynan mana shu yerda bundan 3 yil oldin juda katta xatoga yo'l qo'yganman. Aziz vatandoshlar, meni Alloh uchun kechiring. Men ularni Allohning baytida turib, aka, agar shifo topmasa 100% qaytarib berish sharti bilan ozdirish, ya'ni oq dog'larga qarshi pisiroz deydimi, o'sha keyin megasilim degan dorilarni olib kelib 100% qaytarish sharti bilan men aytdim, "Voy baraka top ko'r, ertaga xalqimizga effekt bermasa-chi, 100% qaytarib berish sharti bilan deb gapiravering" degandan keyin men bularni va'dasiga qiyomatda javob berish sharti bilan shu videoni qilib bergan edim. Bundan 3 yil oldin. Unda endi boshlagan edim. Ana o'shandan beri hech qanaqa mahsulotlarga tushmay qo'yganman. Tavba qilganman. 10 ming dollar beramasa ham tavba qilganman. Xalqim, Alloh uchun meni kechiringlar, iltimos. Shuncha qilingan yaxshiliklarni bitta yomonlik orqasidan meni kommentarlarda qarab qo'ymanglar. Men xato qildim. Ular menga kelib, "Mana aka, 15 lab san'atkorlar, 15 lab blogerlar reklama qilgan aka, foydasi bor, savobiga sherik bo'ling" deganligi uchun qilib bergan edim. Endi bular ekran zapis qilib olib, targetlarda, Facebooklarda nima deydi? Biz sizlar bilan xayr ishlarni birga qildik-ku. Ko'p insonlarni uyli qildik, ko'p insonlarni shifo topishida, yashab ketishida sababchi bo'lganmiz-ki, Alloh taolo yuzimizni xalqqa issiq qilib qo'ydi. Xalqqa bizni ishonchli qildi. Endi aynan o'sha bu insonni boshqalardan qo'ysa effekt bermayapti-da, meni qo'ysa effekt beryapti, taqqalab sotib yotishdi. Odamlar meni kommentariyamga kirib qarayapti. Bu haqida 5-6 marta videolar qo'yganman. Men ularning kommentariyasiga yozsam meni bloglab tashlayapti. Bu internet olami shu vang'illab ketaverar ekanda, targetni u yoqdan yoqib yangi nom ochib, bu yoqdan yoqib yangi nom ochib, bularni tagini topib bo'lmayapti. Iltimos, Alloh uchun meni kechiring. Mana shu videoni storiyangizga qo'ying, kommentariyasiga hammani atmetga qiling va minglab odamlarga yuboring. Iltimos, yana boshqalar adashib olib qo'ymasin. Meni Alloh uchun bir martaga kechiringlar. Bu yana 4-qilish videoim. Iltimos, mana shu videoni hammaga maksimal tarqatinglar. Aynan mana shu yerda menga va'da berishgandi bular. Iltimos sizlardan. Meni Alloh uchun bir marotaba kechiringlar. Bundan 3 yil oldin qilingan xatoyimni Alloh uchun kechiringlar. Hammanglardan kechirim so'rayman.